Hop kızım. Ko'ramiz yarim metr. Zazimlini qilamiz qizim, meni yertarga. Esqamiz qizim. Orizordan 3,5 metrlik zazimlini shtirini sotib oldim. Mani yerimni namligi yaxshi bo'lganligi uchun 6 metrga ko'msam yaxshi qarshilikni beradi. Shtirlar ketma-ket ulanishiga rezbasi bor. Vtulka bilan ulanadi. 4,5 metr chuqurligiga tushadi. Zinadan tushganimda 1 metr bor, yog'iga 1,5 metr qo'lladim. Общий 6 metr chuqurligiga ko'milyapti. O'lchashga zazimlini 10 metr ham yo'q, testaram. Lekin 6 metrdan yaxshi qarshilik berishini bilaman. Yerimni namligi boya aytganimdek yaxshi. Har bitta shtir tepa qismidagi rezbasiga bolt qotirib, urib yerga qoqib olinadi. Unda alohida o'zining bolti bor. Boltini yechib turib, yana keyingisini ulab, ust qilib uzun qilib qotiriladi. Moyla olmasa boltni yechib bo'lmaydi, rezbasini yeb tashlaydi. Moy, vazelin, yog' qilib bo'y narsa bilan moylab olsa bo'ladi. Har bittasini bittalab urib qoqqandan keyin rezbadan bolti yechilishi kerak. Yechib keyingisini rezbasini ulab turib, yana o'rtada perixatnika bor, perixatnik bilan ulab qotirib, yana moylab yerga qoqib urasiz. Yerga kirgan sari qattiq ulaveradi. Meni yarim kundan ortiq vaqtim oldi. Iloji boricha 3 kishi, 4 kishi kvalda bilan ishlamasa ancha charchatib qo'yar ekan. Buni qotiramiz qizim. Mana qizim, mana shunaqa qilib yerga qoqamiz. Mayli, yapdilar. Yerga qoqqan jarayonni videoga olmadik, qo'l bo'sh bo'lmadi. Lekin bitta odam ancha charchatadi. Mana shu narsa bilan urib qoqamiz. Aytan, mana moylab turib kirgizamiz. Urgandan keyin rezbalar qotib ketadi. Nani? Chiqmay qoladi. Nani? Keyingisini olamiz. Chiqmay qolsa. Birinchisi meni ham esimdan chiqqan ekan. Mana bu narsani o'tkazib olinglar обязательно. Keyingisini kiygizilishi yiliga. Qozmakdan 100 talik kanalizatsiya perixatnikini olib, teshib, sim chiqishiga tekshirib oldik. To'xta, esim chiqmadi. Chapkani emasgina kesib oladigan joyimiz bor ekan. Mashdan sal kessak bo'ldi ekan, bo'lsa. Olti sechenali sim bilan 220 ga yig'gan shitimizga keldi. Undan chiqib quyosh panelidan tushgan shitimizga ham UZIPga ulandi. Ikkalasida ham UZIP bor. Invertor kuzoviga и invertor ichki platasiga ham zazimlini simimizni uladik. Endi bir vaqt bo'lganda 10 sechenali sim bilan panellardan sim olib tushib, zazimlini qilib, boyaga ko'mgan joyiga ulab olish kerak. Kitobida alohida zazimlini qoqib tushirish kerak. Men shuni o'ziga xotiraveraman. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Savol javobli bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar.